Дружба Narodovning ideal lokatsiyalaridan biridan mana shunaqa chiroyli ikki xonali uyimizni sotuvga qo'yamiz. Bu yoq tomonimizda zalni ko'ryapsizlar. Qaranglar, o'rtoqlar, remonti ideal tarzda turibdi. Bu yoq tomonimizda esa prixoshkasi. Podyezddan shundoq kirdinglar, kirishinglardan chap tomonda zali, to'g'rida kuxnyasi, keyin spalnya xona, to'g'rida esa sanuzel. Yana bitta tomonni eti uyimizda общий koridor bo'ladi. Shundoq podyezddan kirdinglar, chiroyli yo'lak, o'ngda bitta kvartira, chap tomonda yana bitta kvartira bo'ladi. Endi bu yoq tomonimizni ko'rsataman. Bu kuxnyasi, kuxniga ham ahamiyat bering. Chiroyli qilib yasatib qo'yilgan va bu narsalar ham qoladi. Qarang, to'g'rida Sultan restorani, chap tomoningiz Narxos, o'ng tomoningiz Magic City, yoningiz Toshkent City, kafe, restoran, metro, lokatsiyaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Prixoshka bo'ylab kelganimizda chap tomonda esa spalnya xonasi. Spalnya xonaga ham ahamiyat bering. Juda ham chiroyli tarzda turibdi. Bu yoqdan chiqishimiz bilan ro'paramizda vannasi va hojat xonasi. Hurmatli kuzatuvchilar, 2 xonali 5-qavatda joylashgan jami 9 qavatli domda 60 kvadrat, remontlari idealli va narsalari bilan birga $97 ming so'rayapmiz. Raqamlarimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqsanglar, uyi ko'rsatib baraka qilamiz.